Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilda tashkil qilingan korxonalar va ro'yxatdan o'tgan YTTlar tomonidan ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Ya'ni ularning aylanmasi 1 milliard so'mga yetmagan bo'lsa ham, soliq organlari tomonidan ularni 2026-yil 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'iga o'tkazib yuborayotganligi haqida murojaatlar kelib tushmoqda. Keling, buni Soliq kodeksida eski va yangi tartib misolida ko'rib o'tamiz. E'tibor qiling, Soliq kodeksining 462-moddasida 2026-yil 1-yanvarga qadar boshqa norma belgilangan edi. 2026-yil 1-yanvardan bu norma o'zgardi. Ya'ni, agar sizning korxonangiz 2025-yil 1-iyulda tashkil qilingan bo'lsa va 2025-yil davomida aytaylik 700 million so'm оборот qilgan bo'lsangiz, bu holda sizning QQSga o'tmasligingiz qanday hisoblanadi? Siz o'sha 1 milliard so'mlik оборотni, ya'ni 1 milliard so'mlik chegarani 365 ga bo'lasiz va korxonangiz ro'yxatdan o'tgan kunlarga ko'paytirasiz. Va bu taxminan 500 million so'm chiqadi. Ya'ni 1 milliard so'mni 365 ga bo'lamiz va sizning korxonangiz 6 oy ishlagan bo'lsa 182 yoki 183 ga ko'paytiramiz. Va o'sha joyda 500 million so'm atrofida chiqadi. Sizning korxonangiz esa 25-yil davomida 700 million so'm оборот qilgan. Bu o'z-o'zidan siz 2026-yil 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'loviga o'tishingiz lozimligini ko'rsatadi va bu o'rinda soliq organlarining talabi haqli hisoblanadi. Bu yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar hamda o'zini o'zi band qilganlarga ham tegishlidir.